Yerda yurgan xo'rozni yutug'i bor ekan. Bir marta yarimga? Yarimga. To'g'ri ekan. Bitta yarim yutdi. Bitta yarim endi. O'ta zo'r xo'roz ekan o'rtoqlar. Bu makiyanda yana sherga bos ko'rsatamiz, sotib olyapman. Bozorga chiqqan bedanapar bor-ku, juda ko'pchilik menga yozdi, "Bering" deb sotilib ketgan edi. Qizlari bor-a? Qizlarimi shular? Mana qizlar. Qizlar ichkarida. Qizlar mana. Qizlarni olaman. Tuxumda naqi. Hozir olib ketyapman, dogovor qilib, xudo xolasa uyga borib. Endi makiyanda rangi onasiga o'xshab chiqmagan, to'g'ri, lekin zotiga kirib chiqishiga 100% javob deyishyapti. Xudo xolasa olib ketamiz makiyanda. Bunisini ushlab turing, narigisini olaylik. Bedana pardirodni bo'lasa, bu ham tuxumdami? O'sha enasiga o'xshab yerga o'tib ketadimi? Tulak ko'sa o'tib ketadi. Tulak ko'sa yerga o'tib ketadi. Bu hali cho'ja mayska bu. May bu. Mana o'rtoqlar mayska tuxumga kiribdi. Xudo xolasa nasib bo'lsa, kelishib qolsam olaman, like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Endi biz ham uzoqqa kelib oldik mana. Mingbuloqqa, Qoryantoqqa kelganmiz. Makan turishini qarang, cho'tka ekan. Hozir bozorda 1.600.000 ga berilmadi. Biz ketib bordik, undan keyin 2 millionga chiqibdi. 2 millionga berilmayapti ekan. Kelib xo'rozni sotib olmoqchi bo'lyapman, lekin ishqibozlariga nech pul bo'ladigani desam $300 hozir o'tib beraman dedilar, lekin arzon aytdilar. Bu xo'roz meni qo'limda bo'lsa 300 dan balandga ketadi, to'g'risi, lekin o'tib berishar ekan. Hozir xo'rozni ham bitta syomka qilib qo'yamiz. Bozorda ko'rgan xo'roz. Sog' bo'l. O'rtoqlar buni bozorda ko'tarib ko'raman deb, to'g'risi vaqt ko'p, oyoqlar lo'yidi. Ko'tarib ko'rolmadim. Ha, ko'tarib ko'rish nasib qildi. Yaxshi xo'roz bo'lsa, qayga bo'lsa ham ko'rgan tomoshaga boramiz. O'zim uchun emas, sizlar uchun ham bitta chiroyli video qilib qo'yaman. O'zim shunchaki ko'rib ketmasdan sizlarga ham ilinyapman. Kommentariyada yaxshi fikrlar uchun rahmat. Mana xo'roz. Belini qarang. Cho'g'ing sog'. Mana xo'roz. To'g'ri. Hozir raketa qanotlari. Oxiri 2 millionga berilmadi bozorda. Xudo xolasa. $300 narx aytdi bozorda ham, lekin men ko'rgan xo'roz $300, $400 xo'rozlar ichida ancha arzon aytdi. Va barakasini bersin. Mana, jo'ning sog' bo'lsin. Endi bozorga chiqmaslik kerak edi. Bu yigit qishga kreditka qilyapti ekan. Kreditkaga bilasizlar 50 million, 60 million pul yetmaydi. Mondali kreditkaga. Kreditka qilganlar o'zi juda yaxshi biladi. Shunga hech bo'lmasa bir issiqxona qilay deb majbur sotyapti ekan. 2-3 xorozlar bor ekan chempion. Uni keyin hamtanasini olib chiqamiz. Olib chiqasizmi? Hamtanasini ham olib chiqarib ko'ramiz, xudo xolasa. Bu yanvarskiya bu. Yoshiga to'ldi. Yoshiga to'ldi, ha. Yoshiga to'libdi, bir yo'l. Butklar deyiladi menda. 5-dekabr, ha. 5-dekabr. O'ynaveradi bu hali. Xotirjam. Xudo xolasa hali ko'rilmagan bir amatda, to'g'rimi? Ko'rilmagan. Ko'rilmagan, lekin bu yerda oq pati ham turibdi, tuki ham turibdi hali. Uni kelib chiqishini aytib bering, qaydan kelgan? Zot otasini aytavering. U sirib turibdi. Sirib qolsinmi? Menga aytdilar, men o'zim bilib oldim. Nasib bo'lsa, Xudo xolasa, rizq qilmish qo'shilsa, pulim yetsa xo'rozni olib qo'yishim mumkin ama. Ammo lekin hali xo'rozni olib qo'ysam, o'zim kelib video qilmasdan xo'roz olsam ham bo'laveradi. Ko'rib turib, eng zo'rini o'zim olib qo'yding deydiganlar bor-da, ko'rolmaydiganlar bor. Men tomoshaga kelgan emasman, suhbatlashgani, makiyon olgani, to'g'rimi? Ba'da ham olib qo'ying sho'rlar. Sho'rlar jilati yo'q. Ha, biz nima javob beramiz? Bozorda ham xo'roz ko'targan odam bozorda qochib yuradi-yu. Xo'roz ko'targan odam kameradan qochmaslik kerak. Mana qochmayapti, normalniy. Gazi ham uzun-da ekan. Gazi ham uzun ekan. Gabarit ham katta ekan. Gazi ham uzun. Hozir menga berdigan makiyam bilan yurganmi, to'g'rimi? Nechta tuxum olaman kamida bundan endi? 3 ta chiqaveradi. 3 ta kamida chiqaveradi, xudo xolasa. Xo'rozni o'ziga pulimiz yetmasa ham, hatto makiyamni olib qolsam kelishib, tuxumi bor menda. Bu boqsa bundan ham semiradimi? 5,5 kiloga o'tadi. 5,5 kilo o'tadi. 5 kilo 100 turasiz bor o'rtoqlar. Belini qarang, baquvvatligini, kattaligini. Tuxum bugun kecha bitta tuxum yedi. Ha. Go'sht hali ko'rgan yo'q. Go'sht ko'rmagan, ha? Yo'q. O'ta xo'ra. Yeganingiz yuraveradi. Ishta hazır. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Gap yo'q o'rtoqlar mana. Nima deysizlar, bosib yuboring o'rtoqlar, kommentariyada yozinglar, bosing qo'shing sizlar, qaytib kelib bosib yuboramiz. Xo'rozni qarang mana. Qo'qonlik akalarimiz ishqiboz bo'lishdi endi. Ular ham Telegram gruppalarga tashlamaganmisiz hozir? Yo'q. Tashlamaganmisiz? Umuman. Uyga chiqqan ham yo'q, Telegram yo'q. Endi birinchi marta meni kanalimdan chiqyaptimi? Ha. O'sha ertalar bozorda oldingiz, mana endi ikkinchisi ham olyapti. Xolos-a. Qaytib kelib, qidirib mana olib ketyapmiz jamga. O'zi bozorda hamma ishqiboz bo'ldi. Ishqiboz bo'ldi. O'rab oldi-yo'mi? Endi haligi hammani ham hozir $200, $300 naqd sanalgan pul yo'qda, kimdandir olib beradi. Lekin parvozlarda bo'ladi, endi buni parvozlar endi ko'rishyapti-da. Mabodo chiqib qolsa, narxi $300 ichab o'tib berasiz, yo'l qo'yib beraman. Yo'l qo'yib berasiz. Gap yo'q. Ishqibozlar aloqaga chiqinglar, yo'l qo'yib berishadi. Bu yigitda arzonchisi bo'lmaydi, yaxshi xo'roz ekan. Tilak bosib qo'yasiz. Sensatlar ham olib chiqib, o'sha
Malkan hech kim 600 ming sotmagan, bozorda. Ha. Olib sotdim Sotdik 600 mingga. Hali bozorda Bozorda ham turdingiz, bedanapar 600 ming sotildi. 600 mingga bedanapar sotib, Makka hech kim sotolmaganda 200 ming, 300 ming sotgan. Lekin internetda ketardi o'sha 100 dollarga. Gap yo'q. So'ra o'shani qizini olamiz. Qanchaga berasiz menga? O'rtoqlar, nasib bo'ldi. Baraka bo'ldi, xudo xolasa. Bu o'sha bozorda sotilgan bedanaparni o'zi ekan, rangi boshqacha ekan. Kallaklar bir xil. Kallak bir xil, ha? Kallaklar bir xil. O'shani rasmini sizda borami? Yo'qsa tashlab qo'yasizmi? Videosini o'chib ketganda. Bu ham qizimi? Bu ham qizi. Bu martda chiqqan, bu mayda chiqqan. Bu martda chiqqan, bu mayda chiqqan. Ikkalasini ham tuxumi bor ekan, ertalabga tuxum bor sizga deyishyapti. Balkim borganda uyga tuxumlab qo'yish mumkin. Yaxshi pulga oldik. Ja arzon pulga olmadik. Nasib qilsa, xudo xolasa buni tuxumlardan olamiz. Endi sizga parga hisobiga ketyapti. Ha, arzon ketdi lekin. Parga hisobiga ketyapti. Ha, gap yo'q, barakasini bersin. O'rtoqlar, ishqibozlar, o'zimda ham 3 ta makiyanim bor. Tuxum yetkazolmayapti. Shuning uchun oldim. Yaxshi makiyanlik uchun qidirib kelib oldik. Xo'rozga kuchim yetmadi. Xo'rozga 300 dollar ekan, ozini o'tib beraman deb bozorda ham aytdi. Beyda ham shuni ozini o'tib berishar ekan. Lekin o'sha ozdagi ozni qo'shtiraman. Men orqali telefon qilasizlar, gaplashamiz, ha? Sog' bo'lasizlar, do'stlar.